الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Nisa'nınki 31. ayetiga keldik. İlgirki mezmunlar bir qur ahırlaşqandan keyin biz deganimizdek sure inson qurilishi, aile qurilishi, jamiyat qurilishi, kishininki jamiyatda kishilar bilan bo'lgan aloqasi, mayli oila sirtidagi kishilar bilan bo'lsin yoki oila ishidagi kishilar bilan bo'lsin aloqasi, mushu qatorliq masalalar tilg'anib bo'lgandan keyin endi mushu jamiyatninki Alloh iroda qilgandek bir shaklda normal davom qilish uchun, jamiyatning ritmi buzilmaslik uchun Allah subhanahu wa ta'ala bir qator ig'ir jinoyatlardan bizni qana qiladi va eskartib. Agar sizlar mushu ig'ir jinoyatlardan saqlansanglar, dunyo oxiratda baxtlik buluslar degan signalni, uchurini bizga beryapti bu oyatda. Davatuda astag'izu billah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilkum mudkhalan karima. Oyatning qisqa tarjimasi bunday qarindoshlar. Agar sizlar cheklangan cho'ng jinoyatlardan, cho'ng gunohlardan yiroq tursanglar, sizlardan yuz berib qolgan, ma ifodaga diqqat qilinglar, yuz berib qolgan, davomli shug'ullanadigan emas, yuz berib qolgan kichik gunohlarni kechirim qilib, afu qilib, afu qilgandan sirt sizlarni jannatga kirgizamiz deyapti. Endi bu hozirgi kelgan 31-oyat biz ilgirki saatlik dersimizde İbn Abbas radıyallahu anhu'nunki Sure Nisa'da 8 ayet var. Bu 8 ayet ummetning hayotidagi her narsadan yaxshi deb ta'riflagan bir 8 ayet vardı. Şu 8 ayetning birisi. Onu biz ilgili dersimizde dedik. Mesela yuridullahu liyubayin, Allah sizlarga bayon qilib berdi. Allah sizlarga tövbe berishni iroda qiladi. Allah sizlarni yengillatadi deb kelgan 4. ayet şu yani. Yani eğer sizler çoğun günahlardan neyre tutsanglar, oturanlara mesafe koysanlar, küçük günahlarını qana qilamiz, kechiramiz. Mao İbn Abbas radıyallahu anhu'nunki ummetke hayotidagi barcha narsalarni yaxshi deb ta'riflagan 8 oyatning birisi bo'lganga qaragan vaqtda biz biroz qana qilamiz, to'xtalganda qilamiz bu oyatda. Endi biz pek köp tekrarladık bu gapni. Yani bugün münasebetlik olacağını deyimiz. İnsan Allah belgilegen yolda meniş üçün tallanğan məxluq olğaçqa başqa məxluqlara birilmegen bir imtiyaz birilgen. O olsunmu tallaş erkinlik imtiyazı. Sure Ahzab'nınki 72. ayetide dünyadaki bu amanetinin ne asmallarga, zimillarga, tağlarga tənləngellikini, ulanın alanmağanlıqını. Ama insanın bunu üstüge ağallıq etilganıdır. Bu demek, insan bir amanetin üstüge aldı, bu vazifini üstüge aldı diyen gep, insanda şunu kılalaydıgan birinin ihtiyarlıq birildi diyen gep. Şu işini kılalışına nispeten bir irade birildi diyen gep. Ayatın ahiriste insan innehu kâne zalumen cehûla diye ifadını kullanıldı şu ayette. İnsan üzügü zulüm kılıdı diyen gep, insana tallaş ihtiyarı var.
inson a yo'lda ma'sum bo'ldi, ma yo'lda ma'sum bo'ldi. Hayotda Allohning manhajini tanlab ma'sumi bo'ladi va o'zi xohlagan yana bir yo'lni tanlab ma'sumi bo'ladi. Inson buni mush ixtiyor qanday qilingan berilgan. Bu ixtiyor berilgan. Endi bu oyat, hozirgi oyat bizning aşa tanlashdiki hayot yo'lidagi tanlashimizdagi ojizligimiz yoki xato tanlab qilish ehtimoli qatorliq bir qo'rqinchimizda inson bo'lishimizda ustimizda vazifa bor. Bundan bizni xotirjam qiladi. Nima deyapti? Alloh subhanahu va taolo insonga bayon qilib berishni iroda qiladi ilgirki oyat. Bayon qilib bersa yaxshi. Xatolashib qolsak Allah tövbe berishni iroda qiladi. Bu ilgirki oyat. Xatolashib qolgan o'rinlarda bek ko'taranmay qolib qolsak Allah yengillatishni iroda qildi. Buning hammasi ilgari o'qidik biz oyatlarni. Allah bayon qilishni iroda qildi, tövbe berishni iroda qildi, yengil. Endi ma oyatni nima deyapti? Ya'ni bizni texmo rahatlatib bir xil kallamizga besim kelib qolmaslik uchun bu omonatdan. Nima deydi ma oyatda? Mayda muhim nokta. Yani ümitsizlik olmaslık için biz aciz ekanmiz, bizde bir heves varken, bir ko'ngil varken, bizni u yoqqa tortadigan, bu yoqqa tortadigan, qilib bo'g'ilolmaydigan, bu yo'lda mengib bo'g'ilolmaydigan, endi biz tugishyapmiz deydigan bir xil ifoda bo'lib qolmaslik uchun buni da xotirjam qilib, nima deyotdi bu oyatda? Ashta havasing g'olib kelib, ko'ngling g'olib kelib, masalan her xil ideya fikirlerinin tesiriga uchrab qilib bir xatolashgan bo'lsa, mesele yok. Madem çoğun cinayetlerge yıkılaşmagan bo'lsa, jamiyatning tartibini buzadigan, Allah'ның Resulü'nün yolunun umumi gavdasini buzadigan çoğun günahını qilib salmagan bo'lsang, anda yoki bunda yo'lga kirib ketib qolgan bo'lsang, anda ya bunda xatolikni qilib selib qolgan bo'lsang, buning gunohini kechirimiz deyapti. Mendagi mening ig'izimdan chiqayotgan ifodaga qaranglar. Qilib qolgan bo'lsang, davomli qilsang emas, kichik jinoyat qilib qilish bo'ladi, davomli qilish o'xshashlar cho'ng jinoyat bo'laveradi. Ya'ni insondagi eng qiyin masala, oldimizdagi cho'ng mushkula bizning tanlash huquqimizning bo'lganligi, tanlash erkinligimizning bo'lganligi. Agar bizni malaikalarga o'xshash yaratayotgan bo'lsa, tanlash fursatimiz yo'qdi. Hayvonlarga o'xshash yaratgan bo'lsa, shu hayvon hayotida qilishga tegishli ishlarni qiladi qanday bir shaklda, uning tanlash erkinligi bo'lmaydi. Faqat bizga tanlash erkinligining berilganligi bilan bizni qanday qilyotdi? Ojiz o'ringa cho'kizib qo'yotdi. Chunki tanlash iqtidor erkinligi berildi degan gap insonning vujudida ayolga chaqiradigan bir xil nima bor? Hujayra ma yo'lga chaqiradigan bir nimba hujayra degan gap yani. Allah subhanahu va taolo insonga nimishda bunda erkinlik berdi desa, insonningki o'z ixtiyorligi bilan kelishni xohlaydi. Dedi mahbubiyat, Allohni suyib turib, Allohni chin dildan yaxshi ko'rib turib kelishimizni xohlaydi. Malaikalarni unda shaklda yaratganligi Allohning mutlaq qudratining ifodasi. Hayvonlarni bunda shaklda yaratganligi Allohning mutlaq qudratining ifodasi. Endi Allohning bizdan istaydigini nima o desa, mahbubiyat, ya'ni muhabbat istaydi Alloh subhanahu va taolo. Agar biz o qadar bizni ozdug'uchi omillarning ichida turib, biz o kadar aciz holatda turib Allohga yuzlanalik degan gap bizning ahvolimiz malaikalardan yaxshi degan gap. Agar aksi bo'lib qolgan vaqtida bizning hayot, dunyodagi va oxiratdagi hayotimiz hayvonlarning kunidan betar bo'ladi degan gapda. Endi oyat bizni ilgirki oyatlarda izzat obro'y haqida, kishilarning mol mulklari haqida, haq huquqlari haqida bir muncha taklifatlarni ustimizga qana qildi otdi. Depogandan keyin Alloh subhanahu va taolo shu jarayonda cho'ng gunoh deb tizilgan bir taraflar va shundan neri tursang, qolgan kichik gunohlarni Alloh subhanahu va taolo afu qildi. Afu qilishning shakllari har xil. Masalan, hadislarda bayon qilingan bo'yicha namoz bilan namoz o'tiridagi kichik gunohlarni afu qiladi. Peshining asrining o'tiridagi kichik jinoyatlarni ichki namoz afu qiladi. Juma bilan juma İşki cümanın oturduğunu afu qiladi. Ramazan bilan Ramazan, ishki Ramazanning oturduğunu afu qiladi. Lekin bu yerda bir shart bor deb qo'yay. Bayatmi deb tekrar ta'kidlayapman.
kichik gunohlar afu qilinadi, madam shu kichik gunohlar qilinib qolgan gunoh bo'lsa, tasaddubi yuz berib qolgan gunoh bo'lsa, ammo davomlashgan gunoh o'xshashlar cho'ng gunoh bo'laveradi. Nemishqa? Chunki sening gunohning gunoh ekanligini bilib turib davomlashganliging Allohni zangli qilgandek bir ishladi. Alloh faqat istig'forni kimga birgilik desa, qilib ojizlik o'tib ayladin. Hushuga kelib, men majinoyatni qildim ya deb endikib ketgan odamga berdi o tövbini. Bu degan kichik gunoh qilib tövbe qilsa qiladi. Hatto gunohni qilib oxiratda haj qilsak bo'ladi degan ifoda bilan qilgan odamning gunohi u cho'ng gunoh hisoblanadi. O mag'firat olmaydi. Allohning ini qolsin. Yani ayet bizni egri derecede tushkunlikdan qutqizadi. Hamda biz nima bo'ptimiz? Tugushyaptimiz. Ma ishimiz qanaqa qildi? Ben jinoyat patqiga chiqib ketdim. Ma gunohni qilib soldim degan tushkunlik patqigidan bizni qanaqa qiladi? Qutqizadi. Ya'ni sen gunoh qilding, biz bu gunohingni nukaffir ifodasi arab tilidagi bir gunohni yo'gash, jazolamaslikdan boshqa oyatning oxirisida da biz sizni jannatga kirgizamiz da'vatidi. Masalan deyli, bu yerdagi jazolamaslik, jinoyatni yo'gash ifodasidan boshqa yana bir taraf bor. Bunun qarshisi var. O cinayetning yo'gilishi, gunoh hisoblanmaslikning qarshisi da biz bir yaxshi ishdan birini qildik. Alloh subhanahu va taolo qanaqamini qabul qilmadi. Chunki biz o yaxshi ishni degan bo'yicha qildik. Ma'u nukaffirning qarshisi. Nukaffir jinoyatni afu qilish degan bo'lsa, endi biz Allohning digini bo'yicha qilmagan yaxshi ishlar qabul qilinmagani gunohni afu qilishning qarshisidagi qilgan yaxshi ishlarimizni qabul qilmaslik. Mana bir prinsip bor. Ma munosabat bilan buni qanday qo'yil deb qo'yayli. Masalan, bunday ifodalar Qur'oni Karimda ko'p. Qur'oni Karimda bir jinoyat o'tkazganlarni tilga af bo'lib, bunday Sura Baqaraning 2-oyatida masalan, ulayka habitat a'maluhum. Ularning ishlari bekor bo'lib ketdi deydi. Yana bir oyatda va qadimna ila ma amilu min amalin, bular qilgan ishlarning qashig'i keldik, biz ularni bir chang tuzonga, ya'ni askartishga tegishlik muhim nuqta. Qilgan jinoyatingni afu qiladigan Alloh, qilgan yaxshi ishing o'lchamga to'shmay qolsa, buni qabul qilmaydiganimi shu Alloh. Mana prinsiplar bor. Jinoyat afu qilinadi, qilgan yaxshi ish qabul qilmaydi. Nimishqa? Bu yerdagi pozitsiya masalasi. Chunki sen jinoyatni qilgan vaqtida o'zingning ojizligi tufaylidan qilding, qilib pushmon qilding, vujudingdan, qalbingdan chiqarib endikib ketding, titrak o'lashdi. Bu pozitsiyada Alloh jinoyatni kechirsa, endi qilgan ishingni, masalan, boshqalarni ko'rsin, boshqalar meni olimkan desin, boshqalar meni sehiykan desin, boshqalar meni qahramonkan desin deb qilgan ishlarga nisbatan berilgan javob nima Payg'ambar alayhisalom hadisda ko'rsatilgandek, sen mandaq deyilsin deb qilding, mukofotini olib bo'lding, shundaq deyilib bo'ldi. Allohning nazaridan bu qabul bo'lmaydi. Ma'u majahatdagi bir prinsip. Shunga yaxshi ish qilgan, ya'ni sadaqat qilgan deydi, bir misol olaylik. Sadaqat masalasida arishning soyisida soyidaydigan 7 turli kishining birisi o'zining bir qo'li, ya'ni sol qo'li o'ng qo'li qilgan sadaqatni bilmagudek darajada qilgan odamdir. Ya'ni masalan demakchi o'g'inimiz shu qarindoshlar. Demakchi o'g'inimiz shu. Mag'firat bo'ladigan, kechirim bo'ladigan jinoyat va qabul olmaydigan yaxshi ishlar va hammaning o'z prinsipi va demakchi qarindoshlar. Endi oyatga yana bir bizning diqqatimizni tortgan yana bir nuqta. Shu oyatning ustida ketyapmiz. Oyat imtajdani bu degan ifodani qo'llanadi. Ya'ni cho'ng jinoyatni qilmasanglar emas, cho'ng jinoyatdan neri tursanglar. Payg'ambar alayhisalom bu jinoyatlar bilan o'tirimizda masofa qo'yish haqida, biroz orliq saqlash haqida bir hadis bor. Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadis: "Al-halal bayn wal haramu bayn va baynahuma umurun mushtabihat."
Halal mı iniq, haram mı iniq? Oturda bir şübheli kişiler var. Köpinç kişiler okumaydı. Kim bu şübheden üzünü neyri saklasa, arılık saklasa, üzünün izzetini, dinini saklap. Kim çıp qalğan bolsa asasen haram uçup qalish ehtimali var. Çigirde qoyuqqan padişaga oqşaydı. Çigirde qoyuqqan padişiningki qo'ylari mutlaqo çigirning ishiga kirib ketish bu iniqma. Har qanday padişahning bir çigirsi var, Allohning padişahlari haromlari degan mazmundagi bir hadis. Yani bu yerden nima demekçi dese ayet çoğun cinayetlerini qilmanglar demey nere turunglar deyapti. Yani bizden nima qo'yishni talab qilyapti? O'tirmizda masofa qo'yish. Haraq masalasini shunday deylik. Innamal khamru val maisiru val ansab val azlam rijsun min amali shayton fajtanibuhu. Nere turunglar deyapti. Nere turush degan gap, yani tekrar desam, o'tirda nima qo'yish, masofa qo'yish deganlik. Hatto butqimi shuni ishlataylik. Vajtanibut tağut. İbadat qilmanglar demay, o'tiringda masofa qo'yinglar, neri turanglar deyapti. Bu nima demak desa, jinoyatning atrofida yashashning o'zimi bizni jinoyatga cho'zib qo'yishi mumkin. Jinoyatlar to'lgan muhit bizni shu jinoyatga daxil qilib qo'yishi mumkin. Bu bizga nisbatan bir mesaj, bir ishorat, ya'ni jinoyatlar avjab ketgan, qoplab ketgan havodan o'zimizni qana qilishimiz kerak, nera qoldirishimiz kerak. Endi oyatning oxirisida cho'ng gunohlardan neri tursanglar, kichik gunohlaringlarni afu qilamiz deb kichik gunoh deb tarjima qildik. Ulamolarningki kichik gunohlar haqida har xil nimasi bor, ko'z qarashi bor. Ama bu yerdagi muhim, bizlarga kichik gunohning doirasini bekitishdan burun manda bir nuqtani alohida eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Kichik gunoh deb qaralgan gunohlarni ko'zga ilmasdan davomlashtirishning o'zi cho'ng gunoh. Ma nuqta muhim nuqta. Bir kichik gunohlar bo'lishi mumkin. Ammo mush kichik gunohga nisbatan tutgan pozitsiya bu gunohni ya kechirim qilinadigan gunoh qatoriga tizadi yoki kechirim qilinmaydigan cho'ng gunoh qatoriga tizadi. Qur'ondami tövbe meselesini manda ifodalaydi. Tövbe manda şekilde beriladi deb. Sura Niso'ningki 17-18 oyatlarida. Innamat tawbatu alallahi lillazina ya'maluna su. Allah qabul qiladigan tövbe kimlarning tövbesi desa, tuyuqsiz, o'zi bilmay qilib, o'zining inson ojizligi tufayli jinoyatning birini qilib qo'yib, darhol tövbe qilganlarning tövbesi qabul qilinadi. Bu tövbe qabul qilinmaydigini desa, ama yaman ishni qilib hayotning oxiriga chiqib, oxirisida o'lim kelgan vaqtda ana tövbe qildim desa, buni qabul qilmay. Ya'ni bu ikki oyatdan chiqqan mazmun nima desa, kichik gunohni bilib turib har zaman ko'zga ilmasdan davomlashtirishning o'zi hamdan bo'ladi, cho'ng gunoh bo'ladi. Endi kichik gunoh Muşta davomlashtirilsa cho'ng gunohga yada. Sal qaralsa cho'ng gunohga yada. Çoğun günahdan neri durmaslıqның derecesi. Neri turuş mu? Ayet qo'llanayotgan ifoda qana qilish neri turuş ifodasi var. Bunun için ayetini qana baqsaq bo'ladi, eslab baqsaq bo'ladi. Şoňaşqa bir kichik qoidadan birini tuzib olaylı. Davomlashtirilgan kichik gunoh olmaydi. Ve istig'for aytilgan cho'ng gunoh o'rtada bo'lmaydi. Sen istig'for chin dilindan istig'for aytsan, har qancha cho'ng gunohni kechirim qilinadi, ammo sen qilmay, ko'zga ilmay davomlashtirsan, hech qanday kichik gunoh bo'lmaydi. Hammasi cho'ng gunohga qana qiladi, aylanadi. Ondan keyin kichik gunoh, cho'ng gunoh haqida, cho'ng gunoh ko'pincha vaqtda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yoki hadislarda oxirat azobidan eskartgan yoki had tug'izilgan yiroq turishga buyurilgan gunohlarning hammasi degudek cho'ng gunoh hisoblanadi, qolganlarini kichik gunoh hisoblasak bo'ladi qarindoshlar. Ondan keyin kichik gunohlarning hamda tabii sanab bo'lmaydi, ammo cho'ng gunohlarni biroz sanay olamiz qarindoshlar. Buningda İmam Ja'far Sadiq, yani Ali Beyt'ninki katta ulamolardan birisi, Qur'oni Karimninki sirlarga, ishki qalmoqchi cho'kkan bir ulamo. Mushu ulamodan allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish.
Yani çoğun günahlar ve fahiş günahlardan neri tuğan kişiler degan bir ifade var. Sure Necm'ninki 32. ayetida. Şu ayet haqida suralgan vaqtida mandat tizgan çoğun günahlarni. Birincisi şirk. Sure Nisa'nınki 48. ayetini delil qilib keltirganki, innalloh Allah shirk keltirishni kechirim qilmaydi, qolgan gunohlarni kechiradi. Sure Maidning 72. oyatına kelgan, innahu may yushrik billah, kimki Allohga shirk keltiradi ekan, Alloh uning jannatini harom qiladi. Buni birinchi darajalik cho'ng gunoh qilib tizgan. Ikkinchi darajalik cho'ng gunoh qilib ümitsizlenish, ümit üzüşni cho'ng gunoh qatoriga tizganki, dalili Sure Yusuf'ninki 87. ayetideki innahu la yayasu min ruhillahi illa al-qawmul kafirun. Bunu tizgan, yani Allah'ın merhametinden, Allah'tan fakat kafir ümit üzüdü degan ayet. Üçüncüsü Allah'ın cezasıdın, Allah'ın tutuşudun hatırcam buluşunu üçüncü çoğun cinayet qatoriga tizgan. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ 99 Sure Araf'ın 99. ayeti. Yani Allah'ın tutuşudun fakat ahirete tügeşken, ziyan tatkan kişilerle emin oludu. Dördüncüsü atanığı yaxşılık kılış, aqilik kılış, asilik kılış. Bunu çoğun cinayet qatoriga tizgan. Sure Meryem başka ayetler mi çıqqı hamdi? Sure Meryem'ninki 32. ayetine kelgan وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Mesela atanığı yaxşılık kılış deb bulup Kur'an'da. Yaxşılık kılmaslıkını şaqi süpet. Şaqi degan dünya ahiretdeki tügeşke adamını bizim deyimiz. Şaqi deyimiz endi. Mahıl şekilde süpetliken. Anıgın beşincisi nahak, haksız bir canını öldürüşünü, başkalarını öldürüşünü çoğun günah qatoriga tizgan. Ve men yaqtul mu'minen mutahammiden fecezauhu cehennem haliden fiha. Sure Nisa'nın 93. ayeti. Bunu delil kılgan. Altıncısı pakiz mümin ayollarga töhmet çallaş. İnnellezine yermunel muhsanatil gafilatil mu'minat lu'inu fid dunya vel ahire. Mümin pakiz ayollarga töhmet çallaş Allah dünya ahirette lanet kuchuraydi ve lehum azabun azim degan oyatni delil qilgan. Ondan keyin çoğun günahның qatoridan jazo ne ishni Sure Baqara'nınki 275. ayetini bununla delil qilgan. Ellezine ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul lezi yetakhabbatuhu şeytan minel mas degan. Jazo ne egalla xuddi jin tutulgan odam, jin chaqlashib qolgan odam qana qilgan, qo'pqanda qo'padi degan oyatni delil qilgan. Ondan keyin çoğun günahni qechish, kafirning aldıdan qechish, jangda qechish mesela. Mana delil bunu ekelgan. Anfal'ninki 16. ayetin bunu delil ekelgan. Ve men yuvallihim yawma idin duburahu. Yani jang olgan kunluklarda kafir bilan jang qilayotgan, tutishayotgan vaqtlarda qochqonlar deb buni alohida tilga olib turib, faqat ba'a bi ghadabin minalloh ve ma'wahu jahannam. Allah'ın cinayet g'azabiga kirishgan adamlar bu. Bularning o'rni cehennem deb ma oyatda ma shaklda qana qiladi, tilga oladi. Buni delil qildimdi. Undan keyin yetimning melini yevilishni cho'ng jinoyatlar qatoriga sanaydi. Sure Nisa'ningki 10. oyatida innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman, yetimlarning mollarini nahaq, haqsiz yavaganlar o'zlarining qo'saqlariga o'tligan bo'ladi. Va yaslawna sa'ira deb ma'ni tizadi. Undan keyin zinani وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Yani Sure Furqan'ınki 68-69. ayetleri. Bu ayette şunu aşına qıp qalğanlarının da özə xikirdiğanlıqı ve yudaaf lehul azab yawmal qiyamah, cinayetinin azabının həssildiğanlığını tilga olib bunu delil qilib ekildi. Ondan keyin guvalık yuşuruş ve la tektumu şehadete ve men yektumuha fe innehu athimun qalbu. Sure Baqara'nınki 283. ayetini delil qildi. Ondan keyin yalğan qasam qilish, yani insan qilmagan ishni qildim deb qasam qilish yoki qilgan ishni qilmadim deb qasam qilish, kelgusida qilish niyati yo'q ishni qilaman deb qasam qilish, ularning hammasi yalğan qasam. Sura Al-Imron'ninki 77. oyatini delil qilib akiladi. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil ahirah. Ondan keyin aldaş, yani xiyanat qilish, mayli g'animat, janglardagi g'animatga xiyanat qilish yoki normal boshqa vaqtlarda so'z satiqda boshqani aldash qatorliq ishlarning hammasini cho'ng jinoyat qatorida tiziqliq İmam Ja'far Sadiq. Bununla Al-Imron'ninki 161. oyatidagi ve men yaghlul ya'ti
yetdi bima ghalla yawmal qiyamah degan oyatni dalil qilib keladi. Undan keyingi cho'ng gunohga haroq ichishni dalil qilib kelib, haroq ichishni Alloh subhanahu va taolo butqa ibodat qilishdan bir qatorda tizdi. Innamal khamru wal maysru wal ansab wal azlam rijsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun degan oyatda haroq, qima, ondan keyin tiklangan butlar, masalan, ularga pal selesh hammasi shaytonning ishlarining qatoridan nejis ishlar, neri turinglar, dunyo oxiratda najot topishing mumkin. Mayaga tizdi. Undan keyin namozni tashlash. Masalakakum fi saqar. Sura Mudassirninki 42-43 oyat. Dovzax kirib qolganlarni sizlarga bu dovzax nima kirgizdi desa, qalu lan nakum minal musallin. Bular deydi-ki, biz namoz o'qimagan deydi. Mo'ay undan keyin va'daga xiloflik qilish, va'dani buzish, sil rahmini uzish cho'ng jinoyatlarning qatoridan deb Sura Baqaraninki 27-oyatni dalil qilib keladi. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi va yaqta'una ma amara Alloh bi an yusal va yufsida fil ard ulaika humul khasirun. Bu xil shakldagi ish qilganlar, ahdini buzganlar, Alloh ulashqa buyurgan sil rahmini uzganlar, tuqqanlar, urug' tuqqanlar arasida, do'st yarallar arasida. Bular eng ziyon tortganlar degan shakldagi oyatdir. Demak, endi biz İmam Ja'far Sadiqninki yuqorqi istinbotlaridan, yakunlaridan, mulohizalaridan bu kishininki Qur'oni Karimni ne qadar tushungan ekanligini o'qilishlar birga yuqorqi tilg'ilingan bir bo'lak jinoyatlarninki Qur'onning nasbidan inib kelgan, Qur'onning nasbidan inib kelgan nima ekanligini ko'ra olamiz, cho'ng jinoyatlar ekanligini ko'rib olamiz. Ya'ni bugungi oyat qaysi mazmun deydi savoqdoshlar? Qarindoshlar, bugungi oyat cho'ng jinoyatlardan neri tursanglar, cho'ng jinoyatlardan neri tursanglar, biz sizlarning gunohlaringlarni qana qilamiz, mag'firat qilamiz dedi-ya, kechiramiz dedi-ya, ash cho'ng gunohlar yuqorqi tilga ilingan nima ekan, gunohlar ekan qarindoshlar. Endi biz mushu gunohlar haqida biraz vaqt ketishi mumkin. Qarindoshlarimiz buni oldin ola deb qo'yay, biraz vaqt elishi mumkin. Ammo har bir gunoh haqida, bayatni tilg'ilingan cho'ng gunoh haqida biraz kirish to'g'ri keladi. Birdan bir kirish to'g'ri keladi ichiga. Ondan boshqa digil tursak, İmam Ja'far Sadiqninki Qur'oni Karimdan olgan ba'zi bir istinbotlari bor. Ko'p. Mesela İmam Ja'far manda bir isil gaplar var. Münasebetlen divide gerçi dersimizge biraz münasebet olsun. Mesela İmam Ja'far manda bir gap deydi. Men qo'rqib Allah'ның bu so'zni tilga olmagan, aslimagan odamga hayron. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Qo'rqinchidan xoli qiladigan oyat. Nimishqa? Chunki keynadilar فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Sura Al-İmran'ınki 170-174. ayet ya. O Allah, Allah'ın nimetiga eriştiği mazmunda. Qattiq xabliqti qolgan odam hasbunallohu va ni'mal vakil bir qo'rqincha oldiga chiqib qolgan odam buni o'qigandan keyin natijasi keyingi oyatdagi bu qo'rqincha ne'matga aylanadi. Hech qanday bir qo'rqincha bularga yetmaydi. Yana diqqat qilaylik yana. Yana deydi gapini davom qilib turay. Bir nimaga erishib bir g'amga tushib qolib la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin degan oyatni o'qimagan odamga hayronman deydi. Yunus alayhisalom biliqning qarnida o'qigan oyat. Chunki oyatning keyinidagi natija nima bo'ldi? Fastajabna lahu va najjaynahu minal gham. Biz uning duosini ijobat qilib g'amdan qutqazdik deyapti. Davom qilaylik. Deyapti. Başqalarının hile mikrisi suiqastiga uchrab Allah'ın tövendeki sözünü əsləməyən şu sözdən qaşqıbamı adamga hayranki ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Şimdi Allah'a tapşırdım. Allah bendilerini görüp durğucu. Çünkü netice nemo? Kendi ayetiyle Sura Gafir'in 44. ayette, kendi 44. ayette fevaqahullahu seyyiati ma mekaru. Allah onu o suiqastlarning yomonligidan saqlaydi deydi. Endi deyapti. Dünya izlab, dünya topaman yoki dünya tepib, maşaalloh la quvvata illa billah degan demagan odamga hayronman deydi. Chunki
Onun keynideki ayette, yani şunun neticesinde hesapta, şunun neticesinde nimdegilik in terani ana aqalla minka mala ve valada fa'asa rabbi. Eğer sen meni senden meli az, ballar az deb qarasang, Allah bana sening beg'ingdan yaxshiroqni berishi mumkin degan dedi. Demak, yuqorqi qisqagina deb o'tilgan har xil holatlardagi Qur'onning o holatlarga bergan javobi va natijasini ifodalagan mazmunlar. İmam Ja'far Sodiqning Qur'oni Karimga bo'lgan tushunchasining naqadar yuqoriligi, hayotga tatbiq qilishining naqadar amaliy ekanligini ko'rag'ildiki, hayotdagi har bir ishning Qur'oni Karimda bir yechim, bir chözüm, bir hal qilish chorasi bor degan bir uchurni bizga berishi mumkin. Endi o'zimizning gapiga kelaylik, biz yuqorida bir qanchilgan cho'ng jinoyatlarni sanadik. İmam Ja'far Sodiqningki Qur'oni Karimdan olgan bir qator cho'ng gunohlarni sanadik. Mushu gunohninki birinchisi nima? Shirk. Shirk odatda normalda büyük zulm deb menda ta'riflanadi. Nimishqa shirk keltirganlik deganimiz, har qanday bir narsaning haqqi bo'lmagan narsani o'zining haqqi bo'lmagan o'ringa qo'yganlik deganlik bo'ladi. Yani Allah'a birisine şirk keltirdik deganlik. O şirk keltirayotgan narsamiz o'zini yaratolmaydigan bir cansız bir narsani Xoliqning o'rniga qo'yganlik tabiiyki bu büyük nima? Zulm. Allah shirklardan eng behojat zot. Şu hadis qudsiyda Peygamber Aleyhisselam Allah'ning mundaq deganligini bizga rivoyat qiladi. Men shirklarning eng behojati qanday odam bir ishni qilib menga boshqalarni shirk keltirgan bo'lsa, men tashlab qo'ymayman o'sha shirk keltirgan narsaga. Demak, bu hisobda shirk keltirgan odamning o'ziga eng cho'ng zulm endi bu hisobda. Ya'ni o'zini Allohning doirasidan chiqarib boshqalarga tashlab qo'ygan bo'ladi. Odatda Qur'oni Karim shirkka menda bir misol keltiradi. Sura Zumar'ның 29. ayeti bu qarindoshlar. Madaraballahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisun va rajulan salaman li rajulin. Bir ikki odamning misolini keltirdi. Birisi bir necha xo'jayinning xizmatkori. Bu xo'jayinlarning hammasi birisidan bu odamni ish qiladigan xo'jayinlardir. Birisi uning buyuruydi, birisi biroq buyuruydi. İttifoq emas da. Zid birisiga. Birisi o'ngga, birisi solga burgan, birisi ustiga, birisi ostiga burgan. Bu odamning holi qanday bo'lar? Yani bir adamның misali ki bir adamның xizmatkori ikkisi o'xshashmi? Endi Alloh mush misolni keltirgandan keyin biz ham o'zimizni o'ylab baqsak, Allohga qul bo'lgan, Allohning bandasi bo'lgan bizga nisbatan yaxshimi? Yoki turlik ilohlarga qul bo'lgan. Bu yerdagi turlik ilohlarga qul bo'ldi deganlik inson o'zini shularga bog'liq deganlik bo'ladi. O'zining arzu-armonlarini shu turlik o'zi iloh deb qaragan taraflarga bog'liq deganlik. Bundan ortiq insonga zulm bo'lmaydi. Shunga buning yakunida nima deydi? Valakinna nas anfusahum yatlimun. Kishilar o'ziga zulm qilib deydi. Sura Nusning 4-oyati 40. Chunki Allohga bog'langan vaqtda bizning psixologiya jihatdan bir tarafga bog'langan bo'lamiz qarindoshlar. Ammo iloh deb qaragan turlik tarafga bog'langan vaqtida inson o'zini har yerga bog'lash orqali o'zini o'zini charchitib oladi. Buning o'zi bir zulmning nimasi? Ifodasi. İkincisi birinci basqıçdagi cho'ng gunoh shirk oldu. İkincisi yani Allah'ның merhametinden qana qilish umid uzish. Ama bunu men sizlarga qana tushundiray. Hayotda bir qonuniyat bor. Hayot qonuniyati. Sebep natija qonuniyati bor. İnson mush sebep natija qonuniyatiga mukallaf. Yani mush sebepni qilish orqali natijaga erishadi. İnson qanday vaqtda umidsizlik desa o'zining qo'lidan keladigan barliq choralar, tadbirlar sababli tugagan vaqtida musulmon bilan Allohga bog'langan inson bilan kofirning, ya'ni Allohga bog'lanmagan insonning farqi shu yerda chiqadi. Musulmon o'ylaydiki, mening qo'limdan keladigan butunlay sabablar dunyoning qonuniyati bo'yicha imkoniyatlar hammasi tugadi. Men qiladiganimning hammani qildim. Endi mening ishim mening qo'limdan chiqdi. Allohga topshirdim ishimni.
Chunki ma sababning ustida bir zot va degan nuqtada umidni uzmaydi. Mana bu mu'minning sifati. Ammo Allohga bog'lanmagan odamchi. Bu faqat hayotdagi shu qonuniyatga ishonadi, sabablarni qilishga ishonadi. Shuni qilama. Sabablar tugagandan keyin, mening ishim endi tugidi, mening yo'lim qolmadi, men o'lib qutlay deb o'zini o'ltirib oladi. Eng cho'qisi. Demek bir yerdeki ümitsizlik oddiy gap emas. Ümitsizlik bir adamning iymonining bog'ligi, yo'qligining ifodasi. Shu tufaylidan ümitsizlik shirkdan qolib qolsa eng cho'ng gunoh hisoblanadi qarindoshlar. Uchinchisi hamda ota-onaga oqilik qilish, osiylik qilish. Nimishqa? Chunki insonning barliq kelishining tub sababkori ota-ona. Yani inson dunyoda qanchalik natijalarni qozonib qanchalik yo'qolib ketgan bo'lsa, ashuning mushaga kelishining bir tek sababi ota-ona. Nima uchun bu cho'ng gunoh hisoblanadi? Chunki inson o'zining mush holat kelishiga sabab bo'lgan kishiga osiylik qil degan gap undan hech kimga nima kelmaydi, mehribonlik kelmaydi, vafo kelmaydi degan. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta, inson ota-onasiga nisbatan bir tashakkurini bildirish. Mening Bekip maştarak halatga ekepti, mening dunyoga kelishimga sabab bo'ldi deb tashakkurini bildirish tuyg'usi bo'lgan vaqtida aslaydi ki, mening otam palani, uning otasi palani, uning otasi palani. Eng oxirgi vaqtda Odam alayhissalomga qo'yib tutishdi. Insonning tafakkuri shu. Odam alayhissalomni kim yaratdi degan nuqtaga bo'lgan vaqtda Allohga bog'lanadi. Ya'ni bu mohiyatda ota-onasiga yaxshilik qilish, ota-onasiga tashakkur bildirish, Allohga bo'lgan shukri, Allohga bo'lgan ibodatga olib boradigan bir nuqta. Shuni shu tufaylidan ota-onasiga asi bo'lgan kishiningki Allohga bo'lgan iymoni bo'lmaydi yoki iymon bo'lmasligiga berib qilish ehtimoli nihoyat yaqin. Bu yusidan, ya'ni bu cho'ng gunoh hisoblanadi. Undan keyin o'ldirish masalasi. Odatda o'lish bilan o'ltirishning farqi bor qarindoshlar. Biz buni burungi darslarimizda so'zladik. O'lish insonning Alloh tarafidan jinining elinishi o'lish bo'ladi. O'ltirish degan gap insonning tashqipi, badani, insonning jininingki o'rilishiga munosib shaklda o'rinlashtirilgan bir qalb o'rin hisoblanadi. Muşunu buzib o'tish orqali jonning turish imkoniyatini qo'ymagan bo'ladi. Masalan, kallasiga birni uduq, ya'ni kallasida normal harakat qila olgudek imkoniyatni qo'ymadik, jon chiqadi. Otdiq qurollar bilan yoki qilichlar bilan chopdiq, kesdiq, badan jonni saqlab qola oladigan bir muhitini yo'qotdi. Bu odam qana qildi, o'ldi. Endi bu yerdagi jonni Alloh ikkala holatda, ammo ikkinchi holatda, o'ltagan holatda jonning ketishiga sabab bo'lgan kishi qotil hisoblanadi. Ya'ni uningki hayotiningki bu badanda turish imkoniyatini qo'ymagan bo'ladi. Mush tufaylidan bu kishi nima o'tkazgan bo'ladi? Cho'ng jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Bu haliqi misollarni tushuntirsak, valillahil masalul a'la. Masalan, atrofimizda shu an yo'ruqliq taqtiyotgan chiroqlarda elektr eqini bor, tok eqini bor. Biz elektr eqinining ahvolini uqmaymiz, qaysi ranglik uni uqmaymiz endi, ammo uning ta'sirini ko'ramiz. Elektr ashuningga muvofiq bir muhit bo'lgan vaqtida bizga ta'sirini ko'rsatib, yo'ruqliq taqta oladi. Ammo biz shunda uning chiroqlarini chiqaversak, muhitni yo'q qilib o elektr o'zining yo'ruqliq ta'sirini bizga bilmaydi. Shunga o'xshash insonning jini, inson o'zining jinini o'zi bilmaydigan bir holatda, amaliyotda. Jon qanday ranglik, qanday xizmat qiladi, jonning xarakteri nima, masalan, ruhning xarakteri, qanday ishlaydi, qanday yerda turadi, qanday yerda turmaydi, buni uqmaydi inson. Ammo mujnuga munosib bir badan bo'lgan vaqtida undan keyin jonning ifodasi amaliyotda ko'riladi. Mush badanni shunda buzsaq, xuddi chiroqni buzgandeklam qanday bo'ladi? Jon qanaq bo'ladi, chiqib ketadi. Alloh subhanahu va taolo shu Qur'oni Karimda nurg'un o'rinlarda va fi anfusikum afala tubsirun. O'zingizlarga qarab boqmamizlar. O'zingizlardagi alohidlikni ko'rib boqmamizlar. Fa iza sawaytuhu sura Satta, bayatan sura Zariyatdagi oyat 21-oyat. Maun sura Sattdagi 72-oyat. Fa iza sawaytuhu va nafakhtu fihi min ruhi. Men odamni Allah subhanahu wa taala yaratib bo'lib, uningga jon kirgizdim degan mazmundagi oyatni da'vatudi. Yani jon jasaddan ayrim bir ish, jasad badan, ya'ni jism
ayrım bir hukum, can ayrım bir hukum. Ama insanın hala can hakkında toluq məlumatı yo'q tegice. Hazır kadar insanlar can qandaq bir hukum, can qandaq olğanda işley, canın işleş prinsipi nemo, qandaq adamlarda can turudu, qandaq adamlar çıkıp bunu oxumaydı. İlla ki fakat bildiğiniz nemo dese, muşu beden can turuşqa layiq bir muhitni saqlab qala alsa, Allah takdir qilgan chaqqicha can turudu. Eğer şunda buzub etilse, mesela kalla üzüb etilinde ya kallası chiqib etilinde yoki yurak ya öpke yoki jigar degandek asosiy a'zolar zaxmi go'shurdi, u vaqtida can turalg'idek muhit yo'qolsa, shu hamon qana qiladi, can chiqib ketadi. Ya'ni bu kishi qotil mushu uningga sababkor bo'lganligi uchun bu eng cho'ng gunoh bo'ladi. Yana bir nuqta, yani muhim nuqtadan birisi bor. Qotilning qotillik qilganligi amaliyotda uning qattiq ojizligi. Ba'zilar xato tushunib, qotil o'zining raqibini o'ldirganlik uchun kuchli deyish mumkin. Yo'q. Agar qotil kuchli bo'lsa, uni o'ldirishga ehtiyoj bo'lmaydi. Bu hayotda. Bir odamningki üzülen bir jamiyat yashaydigan qarindishini o'ldiradi deganlik, agar shu yashab qolsa, bu normal o'zining ishini qila oladigan bir holatni saqlayolmaydi degan gap. Ya'ni qotil qanday vaqtda qarshi tarafni o'ldirdi desa, Aşı bo'lib qolsa men mashina qila olmayman degan holatda. Ya'ni u o'zining ojizligini e'tirof qilgan bo'ladi u qotil. Agar uning ojizlik bo'lmasa, u kuchli bo'lsa, hech kim uningga daxl qila olmasa, hech kim o'ldirmaydi. Illaki o'zining qilmoqchi bo'lgan shu ishi shu o'ldirilguchi ba muddatda aqmaydi, yurishmaydi, qilolmaydi. Bu yuzidan onu o'ldirib o'tib mashina qilmoqchi u. Demak, qotilning qotilligi amaliyatda o'zining nimaligi, ojizligi hisoblanadi qarindoshlar. Ondan keyin odam o'ldirishdan keyingi cho'ng jinoyat pokiz ayollarga tuhmat chaplash. Bilasizlar, jamiyatning asosiy ritmi, jamiyatning asoschisi hisoblanadigan ayollar bilan bo'ladi. Qanday ayollar bilan bo'ladi? Ayollarning pokizligi saqlansa, iffati saqlansa, mushuni munosabatlik butun soha pok iffetini saqlagan bo'ladi. Bir ayolning iffeti saqlanib, nam, obro'yi, izzat, sharafi qo'dal degan gap, bu ayolning eri, ota-onasi, ballari, urug' tuqqanlari hammaga munosabatlik bu. Bir pok iffetlik ayolning yuz obro'yi, izzati, sharafi daxliga ushuradi degan gap, mush ayolga munosabatlik jamiyatdagi bir qator ishlar hammasi buziladi. Ritm buziladi degan gap jamiyatning hayot harakati ritmi terrorlaydi vaqtda. Normal bulanmaydi vaqtda. Shunlashqa ayollarga delil pakitsiz tuhmat chaplash eng cho'ng jinoyat. Bu bir sabab. Yeni bir o'qiymi desanglar, mushu ayolga tuhmat chaplab qo'ydi, bu ayoldan ketmaydi bu hayotni degandek. Buning eri va, buning ballari va. Agar bu ayol tuhmat chaplanib shu paytda ketib qolsa, buning eri qanday yashaydi? Tamam, irdan boshqa ballar keyingi vaqtlarida mandaq ayolning balasi deb qanday yashaydi? Dinda wala taziru waziratu wizra ukhra, hech kimninki jinoyatni ustiga olmaydi. Bu bir zulm og'ir darajada, bu ayollar ham ketmaydi. Shunga cho'ng gunoh hisoblanadi. Undan keyin jazoni. Bilasizlar, jazoni to'g'riliq biz boshqa darslarimizda keng tafsilini so'zladik. Jazoni bir jamiyatning iqtisodiy jon tumuriga urilgan bir zarba. Texmi ixcham qilib bir og'iz gap bilan isbotlasam desam, jamiyatdagi har bir boylik, ya'ni raqam, ya'ni qo'limizdagi pulni shuna og'irimiz bir raqam bor uning ustida, bu bir boylikning ifodasi. Bu boylik, bu raqam boylikning ustiga qurilgan, shunga qarab turib yoziladigan raqam bo'ladi. Va bu boylik bir emgak ustiga qurilgan boylik. Shu vaqtda jamiyatning iqtisodiy sistemasi mukammal bo'lgan bo'ladi. Ham jazon degan nima desa, boyliksiz raqam yoki emgeksiz boylik. Ya'ni xuddi birinchi qavati yo'q, silingan ikkinchi qavatga o'xshaydi. Hamon yiqilib tushadiganligi aniq, o'rilib tushadiganligi aniq. Buning misollarini men sizlarga keltirmasammi, shu bir necha qatamliq dunyoda iqtisodiy krizislar yuz berdi. Qarab baqsanglar, iznib baqsanglar, jazoninki jamiyatning iqtisodiy tomurg'a urilgan og'ir zarba ekanligini bila olasizlar. Bu nuqtadan jazoni cho'ng gunoh hisoblanadi qarindoshlar. Undan keyingi cho'ng gunoh zina. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo zina qilmanglar demasdan
zinaga yaqinlashmanglar ifodasini qo'llandi. Bundan o'xshashlar, buning darajasining ig'irligining ifodasi. Alloh subhanahu va taolo jamiyat asosini muqimlash, jamiyat hayotining harakatini ritmga solish uchun ayolninki oilaviy munosabatni yo'l qo'ygan. Avlodlarning davom qilishi uchun buni ayolning hissiyotiga bog'lagan. Bu hissiyat Allah irade qilgan bir şekilde, yolluk, qonunluq bir şekilde qandırılış kerak. Zina deganlik bayatdan tartib tuzumlarning sirtidagi hissiyat almashtirish yoki o'zining manfaati, huzurini izlash deganlik bo'ladi. Bu tabiiyki biz bayatdan degandek nurg'un ishlarning dal aksi natijasini beradigan bir turi. Zina qildi degan gap, oila buzildi degan gap, zina qildi degan gap, nurg'un yetim bolalar paydo bo'ldi degan gap, dadasiz ko'chi bolalar paydo bo'ldi degan gap. Buning yomon ta'sirini shunda bir jamiyatlarga qarab baqsaq bilib olamiz. Undan keyin cho'ng jinoyatlarning birisi jang kunliklarida qachish dushmanning oldida. Jang kunlikda dushmanning oldidan qachish degan bir jangning natijasini belgilashga ko'rsatadigan bir salbiy ta'siridan boshqa shu jamiyatda ig'ir darajada turaqsizlik paydo qiladi. Dushmanning oldidan qochmoq degan gap dushmanga ishkingni echib berish deganlik bo'ladi. Qachonki dushmanlar bir yurtga, bir davlatga, bir diyorga hujum qilib kelganida, shu diyor ahli har musulmon o'zining yurtini qo'g'dash uchun tik turadigan gap. Ve mu'minning kallasida, Allah'a bağlanan mu'minning kallasida manda ikki tanlash var. Cengi nisbeten. Birisi qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Birisi nusrat, g'alba, dushmanni qo'llab chiqarish, yana birisi shahodat, shahidlik. Endi bir odam shahid bo'lishni o'ylagan odam nima uchun shahid bo'lamizda? Jang degan o'zini o'ldirib berishma shahidlik degan o'qon. Yo'q. Agar mushu g'alba mening o'limimga qarashli bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni men o'lsam, g'alaba qiladigan bo'lib qolsa, men o'lma degan gap, boshqa gap emas. Shahidlikning ifodasi ma'o. Agar hech kim o'lmay g'alaba qilish ehtimoli bo'lsa, o'lash uchun o'zini oldiga etish xato. Mu'min mushi ishga ideyada jangga kiradi, shuni oldiga boradi. Birisi g'alaba qilma yoki men shahid o'laman. Qolsam g'ozi, o'lsam shahid degan shu gap shu. Agar g'alba, mush jamoatning g'albasi, mush davlatning g'albasi mening jinimga qarashli qolgan bo'lsa, badim jinimni degan gap, shahidlikning ifodasi. Mu'minningki dushmanga tutadigan pozitsiyasi bu bo'ladi va qarshisidagi kofirga, dushmanga qarata urush tutadigan pozitsiyasi bo'lsa, dushmanga tutadigan pozitsiyasi nima desa, nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullohu bi'azabin min 'indi aw bi'aydina. Allah kafirni ya tabiiy ofatlan Allah o'z tarafidan o'tilgan bir jazo bilan jazolaydi yoki bizning qo'limizdan jazolaydi ifodasi. Bu tushuncha mu'minning jangga qarata tutgan pozitsiyasi. Bir odam jangda qochdi degan gap mush tushuncha yo'qolib ketdi degan gap. Allah qo'ygan bog'lanish yo'qolib ketdi degan gap. U qiyomatning, ya'ni oxiratning o'zi uchun dunyoning yaxshiligini ishinmedi degan gap bu. Shunga chiqadi. Bunda qachish cho'ng jinoyat hisoblanadi. Lekin qachish agar qayta hujum qilish, mudofiaga o'tish, taktikalik chekinish bo'lib qolsa, u boshqa. Lekin jonni olgan gap qachish ig'ir darajada jinoyat, Allohning g'azabiga uchraydi. Bu cho'ng ishlarning, chunki bu qachishninki dedim ya, jangdagi ishning tarozisining g'ilam ta'sir ko'rsatmay bu. Jamiyatning umumiy havosiga ta'sir ko'rsatdi. Unda qochqinlar, qo'rqonchoqlar avjab qolgan, hamma odam qo'rqonchoq bo'lib qolgan jamiyatda hech qanday bir ish bo'lmaydi. Dushman uningki zaminini bosadi, izzat obro'yini yavlan yakson qiladi. Unda qo'rqonchoq millat mengu izzatga nima emas, loyiq emas. Undan keyingi cho'ng jinoyatning birisi yolg'on qasam. Bilasizlar, yolg'on qasam bir ishni yaminul g'amus deb qo'ydi. Bular sot maydonlarida bo'ladi ko'pincha vaqtlarda bu xil shakldagi qasam. Yolg'on guvohlikdan boshqa bir ishni qildim deydi, qilmoqlik. Qilmadim deydi, qiliqlik. Sot maydonlarida hech qanday paket qolmagan yerda hokimlar yoki qozilar haq-nahaqni ayirish uchun nimaga tayinladi? Kishining qasamiga tayinladi. Bu
qasam yolg'ondan avjab ketdi degan gap jamiyatda hech qanday bir nima qolmadi, ishonch qolmadi. Jamiyatdagi haq huquqlar o'z egasiga qanaqmidi, qaytmadi. Kishi o'zining huquq manfaatiga amin bo'lolmadi, hayotiga amin bo'lolmadi degan gap bu jamiyatni egri darajada tarbiyaga sho'g'achqa, bu cho'ng jinoyatlarning qatoridir. Ondan keyin g'ulul, ya'ni xiyonat. G'animat olgan vaqtda g'animatga xiyonat qilish, savdoga vaqtda savdo-sotiqqa xiyonat qilish, kishi qanday bir narsaga xiyonat qilsa, buning jazosi Surah Al-Imronning 161-oyatida ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Qilgan xiyonatini ko'tarib keladi. Qo'yga xiyonat qilgan bo'lsa ko'tarib keladi, maqraglik. Kalaga xiyonat qilgan bo'lsa, mo'rgan ovozdan ko'tarib keladi. Bugun kunda bir simonutga xiyonat qilgan bo'lsa, bir bino solgan sog'uvchi uni ko'tarib keladi. Agar tömüge xiyonat qilgan bo'lsa, chiqib nimaga xiyonat qilsa, shuni mo'risida qiyomat kunida ko'tarib keladi. Bugünküdek yemek-içmek bozori qattiq buzilib ketgan yerda, masalan, kishilarga bir omonatlar sifatida yemeklik sunadigan bir oshpazninki yoki bir tomoqxona xo'jayinininki buzuq go'shtlarni ishlatib tomoqxona ochgan bo'lsa, qiyomat kunida butun ishlatgan buzuq go'shtlari, harom go'shtlarning hammasini yutib keladi. Bu cho'ng jinoyatlarning birisi. Ondan keyin yolg'on guvohlik qilish, deganimizdek yolg'on qasam bilan bu asosan yaqin keladi. Boshqalarga yolg'on guvohlik qilish har kimninki haq huquqininki alınışıp ketishi, o'tishib ketishi, yeyishib ketishining cho'ng sabablaridan birisi. Bu yusidan bu cho'ng jinoyatlarning birisi. Ondan keyin keldik sehr. Sehrga kelsak, qarindoshlar, sehr degan qanday narsa, bunun prinsipi qanday bo'ladi, qanday ishlaydi degan bir qator savollar bizning kallamizga kelishi mumkin. Surah Baqaraning 102-oyatida Alloh subhanahu va taolo sehrni o'rgangan odamning qiyomat kunida hech qanday bir haq huquqi bo'lmaydi deydi. Endi sehrga kirishdan ilgari mana bir narsani tushunishimiz kerak. Jamiyatda bilan o'rtaq yashaymiz. İnsanlar asas jihatdan iqtidor jihatda tenkash bo'lgan vaqtida, barobar bo'lgan vaqtda jamiyat normal bo'ldi. Mesela dünyada hazır mutlak güç sahibi olan bir devlet olup kalsa dünya çatak çıkıdı. İki güç olan vaxtda tamponlaşıdı. Bunu ne kadar baksak düşünümüzde şuna okşaş. Cemiyette insanların iktidarı kılalaydığını asası cihetten azrak çok küçük farklı olan bilen çoğun ramki içinde okşaş olan vaxtda andinkin cemiyet normal olmalıdır. Eğer pavkul adde insanların ma'lum birisi dünyada hiç kim kılamaydıgan işlerini kılalıdı diyen gap şu haman bu adam haddini aştı, çigirden aştı, çigirsiz üzerine had hududunu aştı, cemiyet bozuldu diyen gap. Hem de bunda bir gap var. Hayatta bir kanuniyet var, yaşaş kanuniyeti. Bu kanuniyetinki ma'lum dairesi insanlara açıldı. Her esirde içildiğin daire okşamaydı. Burunki zamandaki insanlar bugün gidip uçamaydı tasmanga çıkıp. Bugün kanaklarda uçup oturdu. Denizden aslında kiremeydi. Bugün denizden aslında kirip oturdu. Şunda ama her zamandaki dünyanın kanuniyetlerindeki imkaniyet birisi okşamaydı. Ötken zamanın insanlarga özüge yarışa bir imkaniyetle açıldı. Bugün bizge özümüzge yarışa bir imkaniyetle açıldı. 100 yıldan ki insanlar hayatının kanuniyetlerinde nelerine bayqaydı, qanchalik ularga imkoniyat açıldı, ularning qilalaydigan dairesi nelerge vardı, bunu biz bilmeyimiz. Demek çoğunum şu, bir cemiyetinin insanlarga, bir esrinin insanlarga açıldığı imkoniyat okşaşıldı. Endi sihir degan nima o dese? Sihir hayat kanuniyetler içindeki normal kanuniyetinin yuqur pallesi hesaplanadi. O alaqı bir yo'qishni qilganlik emas, ba. Masalan, öz vaqtida 1000 yil ilgari osmonga chiqib temir uçtu desa hech kim ishonmaydi. Bugun qanday uçib o'tadi? Sehr deganmi? Dunyoda Alloh yaratgan ishlardan bir tur degan gap. Sehr o'rganguchi degan gap, normal insonlar qilolmaydigan ishlarni boshqa yo'llar bilan qanday qilib oldi, o'rganib oldi. Onun qo'lidagi imkoniyat normal insonlarda faqat yo'q degan gap. Buning o'zi sehr ifodasi. Qur'oni Karimda jinning borligini tilga oldi desanglar bo'lsin, hayotda yashayotgan mukallaf bo'lgan mavjudlik turi ikki. Birisi inson, birisi nima? Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jinning borligi muhaqqaq masal surjinda bir jin va surjinning 1-2 oyatida jinning borligini tilga oldi. Ve 11. ayetde şu sürücünün ki cıllarının uzun tili bilen bizning aramızdan yaxshilava ve nacharlava deydi. Şunda ama insanlığa okşaş. Andikin cin bilen insanın oturdaki münasebet qanday münasebet dese innahu yarakum huwa ve qabiluhu min haythu la tarawnahum. O
sizlarni ko'ralaydi, ammo sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Bu ikki xil qonuniyat. Jin dunyosining o'z oldiga bir qonuniyati va insonlar dunyosining o'z oldiga bir qonuniyati va inson yaratilishidan tortib tuproqqa tava bir maxluq. İnsanның bütün bedenideki ve yaşayotgan ta'minlanadigan yemek-içmek hamma narsaninki ilminti tuproq ilmintidan ilingan ve insanның qo'ldan keladigan ishlarni shu xil shaklda bo'ladi. Jin o'tdan yaratilgan, buning bütün ishlarining hammasininki xarakteri shu o't xarakterlik bo'ladi. Ya'ni Alloh jinlar dunyosiga o'ziga xos bir alohidliklarni bergan. Masalan, bir narsaning shakliga kira oladigan, o'zgara oladigan, tez süratli bir işlerini kılalaydıgan insanlar dünyasıqa özgü xas bir alohidliklarni bergan. Amma bir gapni demoqchi men mush o'rinda-chu. Ikkili qonuniyat, ikkili sabab mush dunyoda bor. Jin kılalaydıgan o kadar ajoyibot ishlarni mush dunyoda bor. İnson kılalaydıgan ishlar mush dunyoda bor. Masalan, bunun bir misoli var. Süleyman Aleyhisselam peygamberler içindeki Allah en büyük mülk ata qilgan bir payg'ambar. Hem padişahlığı var, hem de mülkü var, peygamberlik var. Cilla Süleyman Aleyhisselam'a her xil mihrablarni, her xil narsalarni yasaytdi. Öz vaqtida Qur'on til qilinadi. Süleyman Aleyhissalatu vesselam bir kunisi qushlarni kuzatib ketib o'tib, qushlarning tillarini mo hayvonlarning tilini biladi emasmi? Höpüpning yo'qligini ko'rib, bunu surishtirgan vaqtda höpüp o'zininki Yemendeki bir ayol padişahligini ko'rganligini, bularning nihoyatda saltanatli ekanligini deb kelib, bularning quyoshga sajda qildiganligini tilga oladi. Süleyman Aleyhisselam bir payg'ambar bo'lish sifati bilan mujnoqdan muhim. Bular quyoshga sajda qiladi degani darrov. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberlik dairesideki bir maxluq olğaçqa muş noktani Süleyman Aleyhisselam'a yetkizishda tevhid meselesining muhimligini demek için. Onu biladi iman meselesini. Şunu bilan Süleyman Aleyhisselam'ın kallığı kerakini bulağa qanday qilish, bir imonga da'vat qilish, imonga chaqirish muşu birinci vazife bo'lib aldığı keladi. Andan keyin bularga xat avatgan bo'ldi, bularni aldığı chaqirishga xat avatgan bo'ldi, shuna olab ular keladigan bo'ldi. Shu vaqtida Süleyman Aleyhisselam nim deydi? Ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni bimuslimin. Ular mening qashimga musulmon bo'lib kelishdan ilgari qaysonlar ashuning taxtini, buyuk taxti bor-ya, buyuk taxtini akalaysizlar dedi. Aldımga. Endi inson qonuniyati bo'yicha ayol padişah Bilqisninki davlatidagilar inson qonuniyati bo'yicha keladi. Süleyman Aleyhisselam şu vaqtda hozirgi Falastinda, ya'ni Baytul Muqaddasning qashida. Ayol padişah şu vaqtdagi Yemanda. O'tirdik musofa ya 10 kun, 15 kun, 20 kun şu vaqtdagi qatnashganlarga ko'ra elishi mumkin. Ma inson qonuniyati. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ular kelishdan ilgari qaysonlar akilisizlar dedi. Avla insancha menib keladi. Süleyman Aleyhisselam mu atrofidagilarga akilama da'vat etdi. Shuni bilan jillardan birisi, jillarning har xil turli bo'ladi ya. Qur'oni Karim ashta gap qilgan jinni nima deb qoladi? Qala ifritun minal jin. Jinning ichidagi eng zirakdan birisi, aqlliq, bilimli degandek bir ixtiyorlik degan gap hamda bu. Ana atika bihi qabla an taqum maqamik. Sen mushu so'rindan qo'pab bo'g'ish akab bo'lma. Balkim u so'rin 1 soat davomlashi mumkin, 2 soat davomlashi mumkin. O muhim emas, ammo jin ma'lum muddatda akib bo'lganligini tilg'aldi. Chunki jinlar qonuniyati, jinlar dunyosining prinsipi o'xshamaydi. Andin keyin jin mani sen mushu o'rningdan qo'pab bo'g'ish akab bo'lma degandan keyin Alloh bilim bergan kishidan birisi inson. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. İlim bergan kishi oldidagi jin. Mavamda jindab yo'q bu yerda inson. Men uni ko'zingni yumib ochqich akab bilmaydi dedi. İki xil iqtidor. Birisi jinning iqtidori, yana birisi jindan yuqorroq bir iqtidorni hozirlagan kishining iqtidori. Mushu oyatda tad akab bo'ldi. Bilqis keldi, qolgan nurg'un vaqaliklar va u yerda bu yerda so'zlashning hech nimasi yo'q, hojati yo'q. Bu dunyoda shunday bir iqtidorlar bor. Shunda bir qonuniy alova, ish qonuniyati, ba'zida asti bo'ladi, ba'zida tez bo'ladi.
Tizni egallagan kishilar tiz qila oladi, ostini egallagan kishilar osti qila oladi. O'tgan zamondagi ish qonuniyati bugungi zamondagi ish qonuniyatiga o'xshamaydi. Burun kishilar ucholmaydi deb aytdim deganimdek, hozir qanday qiladi? Uchyotdi va har xil narsalarni ijod qilyotdi. Dunyoda ashta bir ish qilish qonuniyati bor. Mayli tiz, mayli asta, mayli yuqori, mayli tuan darajada bo'lsin, bir ish qonuniyati. Bu inson maxluqlarning darajasiga qarab turib qanday qilingan, taqsim qilingan bir qonuniyat. Ya'ni bu qonuniyat bo'yicha şu qonuniyat doirasida yashagan kishilar foydalanadi bu qonuniyatdan. Men balki demoqchi bo'lgan gapimni sizlarga qana qila oldim, ifodalay oldim qachon. Har asrning o'zgarishlik bir qonuniyati va ish qonuniyati yuqori tuvan asosida va har maxluqning, ya'ni jinlarning o'ziga xos bir qonuniyati va insonlarning o'ziga xos bir qonuniyati bor. Masalan, bir misol olsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam şeytan insanның qanның içinde, tumurun içinde bana belki bunu bazı dinsizler kolu. Qanda gap. Bugün günde şu derecede mesele bayqaldı ki insanның her qanlarının içinde bir hücrenin varlığı, hücre öz aldığı bir hareket kıladigan, üst pitiladigan bir məxluq hemimiz çıkıp oldu. Bu mesele o kadar derecede ne mesele olmaya kaldı azir. Mahfi mesele olmaya kaldı. Burunqu zamanlarda dese biraz ötsümü, kişiler, akılsız kişiler bununla ha desemi ama bugün günde insanın vücudundaki her hücrenin öz aldığı bir canlılık ekanligi. Öz aldığı. Ama biz bunun ma küzümüzden bunu kögül olmaydıqanlığı. Bizden küzümüz kürenmegen canlıqlarının öz içinde hareketi varlığı oturuğa çıkıp oldu. Hem de benim demekçi oğlum şu. Her maxluqlarning bekitib berilgan, yani ma'lum öz zamanında umumlashgan bir doiradagi ish qonuniyati bo'ldi. Endi har qanday bir maxluq shuning ichidagi ma'lum birisi shu qonuniyatdan halqagan shakldagi yana birini o'rganib yoki birini qana qilib qo'lga keltirib, uni u jamiyatda qo'llanish nimaga boradi desa, favqulodda zararga boradi. Tamam, birinchi qatim yaxshi niyat bilan qilish mumkin. Asta-asta insonning tabiati shuki, imkoniyat bek cho'nglab ketsa, qanday bo'ladi? Mutlaqo haddidan oshadi inson. Bugun aeroplan chiqib insonlar uchyotdi osmonda. Kichik uskunlar bilan uchyotdi masalan. 200 yil ilgari bütün insonlar uchishni o'qimaydi, ucholmaydi. O'tirdan bir odam chiqib ucha olgan bo'lsa, balkim dunyoda nurg'un xapliqlar chiqishi mumkindi. Bugun insonlar uchyotdi, hammasi tang uchyotdi. Yani demek çoğunumuz bu. Şu Süleyman Aleyhisselam'ın devredeki sihir meselesi hakkında Sure Bakara'nın 102. ayetinde ula şeytan Süleyman Aleyhisselam'ın namıdan ula ümitip koygan sihirlerge egeçti. Bunu kıqalıqı küpürlük yapılıp Süleyman kafir emez, lekin şeytanlar kafir oldu. Kişilerge sihirini ügüt etti. İki periştige Babıl'da Harut Marut'u düşürgen neresini ügetti kişilerge. Bula kişilerge ügetmekte olsa buna da etti. Biz fitne kafir olmadı etti. Fitne degen söz bir yerden nimeni ifade edilse çünkü bu sihir esanlı olsun sihir yok nersini payda qilganlik emas. Belki normal cemiyet umumlaşkan bir ish qonuniyatining sirtidagi bir ish bir odamning qo'lga tushib qolganligi sihir bo'ladi. Normalde insanlar bir xil yashaydi bir qonuniyat ichida. Birisi shu sihirni o'rgandi, naydi tezlikda ish bitaraf qilish. Masalan, bayatni ko'rdik. Süleyman Aleyhisselam'dan keliki talebini bir cin ve bir tane insan ikisi urulaş, tizlik meselesini. Yani başkalarda yok bir imkaniyetini birisi. Da umumuzluk davatı mencuma alaka. Normal insanlar arasındaki iktidarla olmasa o başka mesele ama insanlar cemiyeti diyor yok bir iktidarını birisi hazırlap normal cemiyetin tertibinin halkagan bir şekilde ortaya çıksa bu mutlaka fitne olurdu. Qanday fitne olurdu? Çokum bunun iş kısalırdı, zararlı iş kısalırdılar. Ama bir narsa bilish kerak, sihir o adamning o'zidagi bir iqtidor emas. Balki bayatni deb keldi, men sizga shuni tushundirmoqchi bo'lib bektirishib ketib borman. Hayotda quyilgan bir qonuniyat bor. Bu qonuniyat har zamonda ma'lum darajada echiladi, har turli maxluqqa o'ziga yarasha echilib beriladi. Endi birisi chiqib o'zining zamoniga tava bo'lmagan qonuniyatdan birini yoki o'zining turiga tava bo'lmagan qonuniyat prinsiplardan birini egillab olib, qo'lga keltirib olib, uni bu cemiyeti işletişi delinin buludu, sihir oludu. Bu mutlaka zarar keltirdiği iş. Başkaları hiç kas kılanmağa iş degen kılıdı. Şu Kur'an'da bunu fitne de batışının sebebi tamam birinci qatim bunu yaxşı işlerge işletme de bana kılıp ügünüşün mümkün. Ügünüse
ikkinchi qadamda, uchinchi qadamda boshqalar qilolmaydigan ish o'g'achqa, darajadan tashqari ish o'g'achqa seni bu haddidan oshirdi. Mutlaqo zararlik urullarga ishilsa. Shu Qur'oni Karimda misol sifatida bular er ayolning o'ttirisini ayiradigan ishlarni o'qitdi deyishning sababi shu. Mana ziyonli urullarga qanday qiladi ishiltidi. Masalan, bunga bir misol olaylik. İnternet sahasida hakkerlik deydigan bir ish bor. Buni bilasizlar. Hakkerlik o'rgangan odamning qiladigan tunji ishi o'zi xolamasin xalqning kompyuteriga qana qiladi kirib yurgandi. Amaliyotda bu xalqning kompyuteriga kirish deganlik, xuddi xalqning uyisiga kirish deganlik, xalqning muharramatlarga, mahramiyatlarga kirish deganlik, o'g'irlikdan, tajovuzlikdan farqi yo'q ish. Ammo boshqalar qilolmaydigan bo'lg'achqa buni men sehr demoqchi emas. Misol aytyapman. İnsonni haddidan oshiradi. İnsonni haddidan oshiradi. Ma xalqning haqqi deyishni o'qimaydi u vaqtida. Buning uchun sehr, ya'ni normal jamiyatdagi normal yashash qonuniyatidan, normal insonlarning iqtidoridan eshib ketgan, boshqa bir jamiyatga tava bo'lgan, boshqa bir maxluqlarga tava bo'lgan yuqori darajalik iqtidorni, iqtidor deganlik normal insonlarning o'tirgan iqtidorlik emas, ya'ni chekdan oshgan demakchi. Hazırlab bu cemiyetke ekiliş ağır derecede cemiyet tertibini qalaymuqallashtiradi, zararlik ishlarning ortaga chiqishga shakllanadi. Shunlashqa Allah subhanahu va taolo buni cho'ng gunohlar qatorida qana qilayotgan, gunoh qatoriga kirgizib etgan qarindoshlar. Shunlashqa Allah Qur'oni Karimda sehrga mangulik jafo mushaqqatni qana qilayotgan, belgilab etganim deydi. Va annahu kana rijalun minal jinni ya'uduna bi rijalin minal jin fadaduhu mulhaqa. Ya'ni sehr bilan shug'ullangan odamlar hayotni asosan mushaqqat jafoda yutadi. Bu Qur'oni Karimningki nimasi bo'yicha bekitgan qoidasi belgilamasi bo'yicha. Undan keyin zakat bermaslik bu cho'ng gunoh. Yani zakat bermaslik nimish qadisi chunki zakat degan gap sen topgan pulning, tergan, yerdan chiqqan mahsulotning ma'lum qismini kambag'al. Qana desang, sen yer tergan bo'lsang, masalan, ya Allohning maxluqi, sen sağan uruq Allohning maxluqi, uningga qo'ygan suv Allohning maxluqi, Allohning maxluqlaridan bir unumga erishdan, bu yerda faqat sizning ortiq bir ishing va emgiking, hatto emgikingni musulchiq olsang, u Allohning maxluqi, Alloh sana bergan kuchlan qilyotsa uni, Allah sana mush emgikingga hurmat qilib, shu yerdan chiqqan mahsulotni sening mulking qilib berdi, ammo shart nima desa, ma'lum qismini kambag'allarga qana qilsa bilsa. Bu cho'qim shart. Endi kambag'allarga bermayma deganlik, bu yerda bir shukr masalasini yo'qolganligi bu bir. Ikkinchidan kambag'allarga berish har doim berilgan odam emas, berguchiga nisbatan bir narsani eslatib turdi. Dunyo palakning chaqpiligi har doim aylanib turdi. Bugun men iqtisodlik boshqalarga zakat berdim. Bu yerda shunday bir o'y keldi dokumentning kallamga, "Ati men kambag'al bo'lib qolsam, tuyuqsiz menga baloyat afat kelib qolsa, boshqalar menga yordam qiladi" degan bir o'y keldi. Bu o'y meni shaxsiyatchilishdan, ochko'zlashdan to'sab qoladi. Ya'ni normal jamiyat intizomi normal qana qiladi, davom qiladi qarindoshlar. Ondan keyin oxirsida namoz o'qimaslik cho'ng gunohlarning birisi. Nimishqa? Chunki bir odamning musulmon bo'lishi uchun 5 islomning arkonini ketadi. 5 arkonning ichida zakat desa puli yo'q odam bermaydi. Balkim insonning ba'zi puli yo'q bo'ladi. Ro'za desa normal odam tutgan bilan og'riq yoki mangu saqaymaydigan kasallar va uzun mezgillik ro'za tutib bu tutmaydi masalan. Ayollar og'riq qolgan vaqtda tutmaydi. Qancha haj desa puli yo'q odam, iqtidori yo'q odam, qudrat yetmaydigan odam qilmaydi. Bu yerda inson bilan Allohning o'tirisini muqim baqlab turadigan ikkisi qoldi. Biz la ilaha illalloh, biz namoz. La ilaha illallohni hayotida bir qitim desa kifoya qiladi. Endi faqatlama birlam ish qoldi, u o'smi namoz. Namoz insonni har qanday holatda, boy, kambag'al, cho'ng, kichik, qari, yosh, ayol har holatda Allohga bog'lab turadigan birdan bir ish. Shunlashqa payg'ambar alayhisolatu vasallam as-salat amududdin. Namoz degan dinning nimasi asosiy deydi. Ya'ni namozni tashladi deganlikning o'zi insonningki Alloh bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzganlik. Allohga bo'lgan o'ziningki mansubiyatini yo'q qilganlik qiladi. Namaz her gün 5 vaqt namaz 5 qatim inson o'zining Allohga bo'lgan ubudiyatini, mansubiyatini e'lon qilib turganlik qiladi. Haftada bir qatim jumada vojib shaklda jamoat bo'lib yig'ilib namoz o'qiganlik jamiyatda shaxsiy yushun emas, jamiyatda o'zining Allohga bo'lgan mansubiyatini e'lon qilganlik qiladi.
Endi buni uqumeddi deganlikning o'zi Alloh qo'ygan mansubiyatdan voz kechdi, aloqasini uzvati deganlik bo'ladi. Shu yusidan nim bo'ladi? Cho'ng gunoh bo'ladi qarindoshlar. Bir misol olaylik. Valillahil masalallah faqat masalani oydinlashtirishning davatimi Allohning hech o'xshashi yo'q. Bir uskunini yasagan injenerga kunda bir necha qatim ko'z tutib tursa, bu uskuna faqat buzilmaydi menimcha. Allah bizning xoliqimiz bo'lish sifatimizdan o'zimizni Allohga kunda 5 qatim ko'z tutib turdik degan gap, biz har doim pokizlanib turamiz, tozalanib turamiz, sog'lom mangamiz degan gap qarindoshlar. Ondan keyin namozdan keyin cho'ng gunohlarning qatoridan birisi va'dani buzish, yana birisi sil rahmini buzish. Bu sizlar va'da jamiyatdagi ishlarning yurishining asosi. Texnik inchiki tafsilroq qilsam, jamiyatda hammadan va'daga vafo qiladigan bo'lsa, mendan yordam so'rab kelgan haqiqiy ehtiyojliqqa men bir oylik qarz berib turardim. 2 oylik qarz chunki va'dasi turadi. Ammo jamiyatda va'daga vafo qilish bo'lmasa, va'dani buzish umumlashib ketgan bir jamiyat olsa, men bermayman uningga. Shuning bilan ehtiyojliqlarning ehtiyoji, jiddiy ehtiyoji qamdalmaydigan bir ahvol shakllanadi. Sil rahmim shu. Tuqqanlar inson bunda chambarak zaman kengayib mangdi jamiyatda. Masalan, inson o'zining ota-onasi, bolalari, o'g'il tuqqanlari, tog'alari, hammalari, jiyanlari shaklda. Mushu sil rahmini mush shaklda bog'lanmasa, jamiyatning normal, muqim, davomlashishi ritmi ta'siriga uchraydi. Endi oyatning o'ziga kelaylik. Biz bir bilib cho'ng jinoyatlarni, cho'ng gunohlarni qanday qilib sanab o'tdik-ya. Mushu cho'ng gunohlardan inson hayotini, inson jamiyatini, musulmon jamiyatini tertibini buzadigan, ritmini buzadigan bu cho'ng gunohlardan neri turgan vaqtda sizlarning qolgan kichik gunohlaringlarning hammani qanday qilamiz? Hammani kechiramiz. Ammo endi gunoh masalasini deb bo'lib, gunohni kechirish yetarlikdi. Lekin oyatning oxirisida va nudkhilkum biz sizlarni jannatga kirgizamiz. Chunki Allohning prinsipi shuki, lillazina ahsanul husna va ziyada. Yaxshi ish qilganlarga o'zining mukofotidan boshqa texmi oshirib berish Allohning o'zining bandlariga qilgan nimasi va'dasi, ya'ni prinsipi yani. Alloh subhanahu va taolo jinoyatlarni kechirishdan boshqa bizga nim bir vaqtida jannat bir vaqtida qarindoshlar. Hamda jannat masalasida yana desak, yana shu jannatning tasviri payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis qudusida mana shaklda tasvirlaydi. Men salih bandlarimga ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning qalbiga kech boqmagan jannatni hozirladim deydi. Agar xohlasangiz o'qinglar Qur'oni Karimdagi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. İnsan o'ziga nimaning hozirlanganligini ko'zi xursand bo'ladigan, nimaning hozirlanganligini, nimaning uyushlanganligini o'qimaydi. Bizga bu darajada nima hozirlandi desatda bir jannat, bir mukofot qana qilindi, hisoblandi. Hozirlandi. Oyatning oxiridagi va nudkhilkum madkhalan nimo karima degan oyatning mazmuni shu qarindoshlar.